mumkin. Mana bu klientimiz autizm bilan TMS magnit muolajasini olyapti. Hozir xursand bo'ldik hammamiz, chunki rezultatlar yaxshi tomonda rezultatlar bo'lyapti. Oyijonsiz nimalar bo'lyapti? Sanashni o'rgangan. Oldin ismi bilan chaqirsa anglamasdi. Qo'rqish hislari yo'q edi. Ranglarni ajrata olmasdi. Chaqirsa qaramas edimi? Yo'q, hozir Allohga shukr ranglarni ajratyapti. Sanayapti, yozyapti даже. Imkon qadar yozib logopedga TMS qo'yadigan Sabohat opaga katta rahmat. Juda ham zo'r natija ko'ryapman. Natija yaxshi. Oyma-oy to'xtatmay qatnashish kerak-da. Effekt zo'r ko'rasiz. Zo'r bo'lyapti. Zo'r, ha, juda yaxshi. Yana ham yaxshi. Ko'nglim juda ham to'lyapti. Maktabga borguncha Nasib inshaalloh. eng oldi bolalardan bo'ladi. Aqlli, a'lochi, shundaymi? Inshaalloh aytganingiz kelsa shunday bo'lsin.